ota-onani narigi dunyoga kuzatish hammamizga farz. Alloh sabr bersin. Rahmat xola. Qani, dasturxonga qara. Yo'q. Xola, men nonushta qilgandim. Hech bo'lmasa bir piyola choy ichgin. Kelin, Labiya oyijon. mehmonga choy quyib bermaysizmi? Xo'p bo'ladi. Marhamat. Rahmat. Ha, dadangga hozir oson emas. Axir sevgan insonidan ayrilishni o'zi bo'lmaydi. Bunaqa payt odam telba bo'lib qolishi hech gap emas. To'g'ri aytasiz. Odam tirik murdadek bo'lib qolar ekan. Lekin bilasizmi, ba'zilarda bunaqa mehr-oqibat bo'lmas ekan. Xuddi hech narsa bo'lmaganda yashashda davom etishar ekan.